Yo, hammalarga salom bolalar. Sizlar bilan yana Backcraft video chiqarmaganiga ancha bo'ldi. Uzr video chiqarishga vaqtim bo'lmayapti. Mana endi bugun video olamiz. Do'stlar, agar kanalimga yangi bo'lsangiz, videoga bitta like va kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Biz bu hozir videoni boshlaymiz. Do'stlar, men yonimda ukamam bor. Ketdik, azimdan kelay. Sizlarga mana bu start shuni bosamiz va o'yinga kirdik. Do'stlar, bir to'xtatib, men sizlarga qisqacha qilib buni tushuntirib chiqaman. Sen qimorlamay turibdi o'sha yerda. Qisqacha qilib tushuntirganda, mana bu blok. Mana shu blokni oxiriga tushishimiz kerak. Bunda har qancha meyrlar, cho'l zonasi, bloklar, hamma narsa bor edi. Shuni oxirigacha tushishimiz kerak. Do'stlar, bu juda qiyin bo'ladi. Bu videoning ikkinchi, uchinchi qismlari ham chiqadi. Sizlar videoga like bosib, kanalga yaxshi podpisatsiya qilsalaring, ikkinchi qismi ham chiqadi. Pastda portal bor. Portalga kirib biz Ender Dragonni o'ldirishimiz kerak. Video tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz ketdik. Do'stlar, tushundilaring? Nimalar sotadi? Nima bizga video chiqib nechta? Bu juda qimmat ekan, daraxtlar bo'lsin. Men buni shunday qo'yaman. Biz ham taxtali narsalar yasab oldik. Pastga qarab ketamiz. Maqsadimiz bo'lsa, bu piramidani ko'rdilanish. Piramidani tagiga tushamiz. Piramidani tagiga tushgandan keyin videoni tugatamiz va ikkinchi qismini keyin chiqaramiz. Yo, let's go. Hisob tushishimiz kerak pastga. Juda ko'p daraxt bor bu yerda. Bular tugaydimi yo'qmi? Menga ko'chatini berdimi? Cho'p beribdi bularni. Shunday pastga qarab tushgandan keyin tosh kovlayman. To'xtatib oldimga tushaman. Dur. Bo'lib narsalar yasab, birdaniga kucha olsak bo'ladi. Chunki pastda almaz ham chiqishi mumkin. Nimadan kerak? Toshli kerak. Let's go, unga emas boraylik. To'xtab tur. Chop olamiz. Tapor yo'q qo'limda. To'xtab tur. Let's go, ketdik oldiga yaqinlashib qoldik. Qanday kristal? To'xtab tur. Kerak, qochib ketyapti. Bo'lib ketdi. Stop do'stlar. Xo'sh, mana tema ham chiqdi do'stlar yo'limizdan. Tema bizga kerak bo'ladi. Mana chiqib kelyapti o'zi ham. Oldimizga qarab, to'xta, tip boshingni ustida turibman. Yaramas gravel. To'xta! Aytot. Sizga ko'proq tema kerak. Mana toshli yerga. Mana toshli yerga, ey. Qayga tushdi? Mana toshli yerga. Buni kovlashni. Ikkamiz qilib jamoadan asab deyapsiz. Xo'sh, kavlaymiz. Bir soat kavlaymiz. Video qo'yishingdan. Tosh bormi senda? Tashlab ber toshni. Tema bu, tosh tashlab ber menga. Mana bunaqa toshlar, mana bunaqa.
Bunaqasidan kavlamabsanmi? Mana to'g'ri. Qaydan tushding sen bu yoqqa? So'lib tur. Tepaga chiqib tosh olib kelay. Bizga anov kerak. Nima edi? Hozir oldinga tushaman, kutib tur. Bizga tosh kerak. Tosh qayerda? Mana tosh. O'rlab kutib tushirdim. Qani ketdik. Tushdimmi? Loy edi, loy. Qo'rqma, chaqma. Biz endi pechka yasaymiz, temir bilan eritamiz va temir kiyim yasaymiz. Temir kirka yasaymiz, to'g'riroq. Pastdan almaz ham chiqadi. Lekin meni sindirib olmaydi. Meni sindirmading. Chaqmoq tushdi, yomon o'ryapti. Mana temir. Almazga qarab kovlab yuboraman. Hop. Zumradagida almaz bo'lishi mumkin. 3 tagina temir. Bitta, ikkita. Bitta temir. Nima qotib qolding, ey? Yo, what's up? Oh, qaramang, ey. Nima qotib qolding? Kiyik kerakmi? Almazli kiyik. Temir. It o'tda temir. Qolgan temir senga. Bitta kiyik kerak. Yana bitta kiyik. Ketdi albatta. Yana. Let's go. Sumrat va almalarni shipib olamiz, top-toza qilib. Do'stlar, biz olmos kiyimli bo'ldik. Hamma yerni kavlab tashladi. Endi bu yoqqa tush. O'tib olay. Voy! Qoch. Voy, yurib qoldim men. Qo'y bilan juda yomon ekan. Voy, jonimni qaranglar. Sen qayerga ketib qolding, ey? Voy, sen o'lib qoldingmi? Sho'ng'dan izlacha qilyapti. Endi qanday chiqaman? Seyoq menga temir kerak edi. 8 ta bo'ladi. Olib tur. Sen skinimcha qancha vaqt ketyapti do'stlar? Voy bo'ldi. Jonim joyga to'ldi boraymi? Jon to'lsa. Tezroq bo'l, do'stlar, jon to'lguncha video. Mana do'stlar, shu jon bo'lsa kerak. Men qo'lim bilan kovlayman. Juda qo'rqaman. Voy! Sekin, ehtiyot bo'l. Yo'q, o'lib qolma. Yaxshi. Boshqa juda ko'p hayvonlar bor.
Seni öldürüp taslashdimi? Turibsan, mana ketib turibsanmi? Qaydasan? Hey! Ehtiyot bo'lish kerak. Mana moblarni ko'pligini. Shu yerni ko'rdim. Mana shu juda yaxshi ko'rinyapti menga. Shunga sakayman. Chiqaqmi? Wow! Chiqardi. Oy, ben yana düşemeyim. Üstüge hop ben de oturalım. Kan kaydım hop. Hop oy. Böyle kamera modunu uğurlaş gerek. Öte yanmayacağım. Skripler. Hop bak oturmuş. Bugün üstüne çıkıyorsan skripler da şeydi böyle. Skripler kutan kullanıcı. Böyle dostlarım şuna kılmasam bulmazdı. Çok korkmam ağam böyle. Vay dur. Yok. Şimdi böyle. Hadi yaramaz. Şimdi çıktı canım. Düşemiyorum. Ay yaramaz. Ben şurada su koysa yaxshi bo'lardi. Şuna canım gitsin. Ya buna atmaz. Şöyle koy. Nima bir bo'lak menga nima kerak? Pastroqdan qo'y. Xo'sh qoldi. Bunaqa. Ha. Voy ehtiyot bo'l. Qo'yasizlarmi? Kallar ishlatish kerak. Buni qo'yish qayerdan qo'yaman? Shu yerdan qo'yishim kerak. O'lsaga farqi yo'q. Yo'q, bitta bo'ladi, olib kel. Xo'sh, endi biz shu yerga sakrayman. Do'stlar, videoni shu yerga tugatmasam bo'lmaydi. Shu yerga hamma va video tugaydi. Video juda uzun bo'lib ketyapti. Olamiz. Ovozim past bo'lsa uzr so'rayman. Oz qoldi. Oz do'stlar. Hozir sizlarga ko'rsataman taqdirdan. Ekran bitirma tushishim kerak. Hop boyaga tushsam ko'rsataman. Hop. Hadi moblan ko'taraman.
qanday bo'lishi mumkin? Qani biz qo'ygan joy mana. Oy bunu sevdik o çıkıyor. Oy yaramazsa o meseleyi koşturmadan. Hoppa. Uyandı onu gidelim. Oy yaramaz sıkılıyor. Kapının içine koşturmadan. Ne bulursun? Pangerin sindiren böyle. Panger diyorsa yok. Diyorda ücretten de. Olamaz video çıkıyor. Ya hadi de olacaksın. Şimdi ya hadi şöyle. Boya geçim için böyle dostlar. Sana mod koymadı. Aynen. Böyle video tüyade. Dostlar keyingi qismlarda ko'rishguncha shu videoga o'tgan safar 15 ta like so'ragandim, 13 ta yig'ib qo'yibsizlar, qoyil qoldim. Shu videoga 20 ta like yig'sanglar ikkinchi qism chiqadi. Mana shu blogni eslab qolinglar. Keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr. Stop, pastda nima bo'ldi? Shu blogimda uzun ey. Tegida ishlamay chiqishga 2 soat vaqt ketadi. Kavat suvoq do'stlar, xayr, chiqadi modda kavat. Xayr do'stlar. 20 ta likedan so'ng yangi qism chiqadi.